Demek, gardeners is purchasing. Gardener bog'bon. Purchase nima? Xarid qilmoq. Xarid qilmoq. Nima? Topsoil nimaga? Tuproq. New garden. Demak, yangi bog'i uchun nima qildi? Tuproq sotib oldi. Hop, ekan. Garden in the shape of rectangular prism. Parallel shakli. Garden bog', shakl, qanaqa? To'g'ri to'rtburchakli, parallel shaklida. Dimensions. Gentlemen. Hop. Nurxonman, dimensions nima? Dimensions. Nima bizdan so'raydi? Yana o'lcham. Tushundiga, demak, gar bog'ning o'lchamlari uni yo'lga olish shartlasida kallani ishlatsa bo'ldi deydi. Nimaga? 54 fit, 192 fit, 2 fit deyapti. Ya'ni tayyor metrlarda turibdi. Demak, bu aniq o'lcham bo'ladi-da. Hech yo'qda 100 da bo'lmaydi-yu. To'g'rimi? Qo'yinglar qaranglar. Agar narxi 96 per kubik yard, ya'ni yard kub, topsoil. Demak, tuproqning 1 kub yardi 96 dollar ekan. How much does the garden need to spend dollar? Demak, qancha bog'bon sarflaydi? Spend. Ya'ni qancha pul sarflaydi deyapti. Hop, bu bog'ni tuproqni to'g'riga. Demak, qarang. Men Abduboring. Demak, qanday shaklda bog'bon? Bog'bon mana bunday shaklda bog'bon. Bitta desa mana shu bog'. Demak, qarang. Mana bu tomoni 192 elektr fit deydi. Elektr fit. Endi 192 fit bo'yi bo'lsin. Bu tomonchi 2 fit bo'lsin. Farqi yo'q. O'rnidan tashlab qo'ysalar farqi yo'q. Ya'ni o'lchamlarning farqi yo'q. Endi men bildimki, bir yard kubi nechiga 96 dollar ekan. Demak, bir yard kubi 96 dollar ekan. To'g'rimi? Endi shuni to'ldirish uchun bu nechidir yard kub bo'ladi? Hozir qancha pul ketadi deyapti. Hop, nima ketdi? Men buni yard kub, ya'ni nimasini topaman? Hajmini topaman. Hajmini topish uchun fit dan nima ko'taman? Yard ko'taman. Mana bu yerdan 1 fitni topsam, bu 3 baqa bo'lishi o'tadi. 1 taqsim 3 yard. Hamma rozimi? Endi qarang. Demak, 192 fit. 1 taqsim 3 ga ko'paytirsa 64 yard. Hamma rozimi? Kim tushunmadi? Tushundikmi? Demak, 192 ni 3 ga bo'ldim. 2 ni 3 ga bo'lsam, 2 taqsim 3 yard. Hamma rozimi? 17. 54 ga bo'lsam 18. 18 yard. Tushundikmi? Hamma rozimi? Demak, Hajmini topaman. o'tdi, hajm. Va barobar hajm. Demak, 18 yard ko'paytirilgan 2 taqsim 3 yard ko'paytirilgan 64 yard. 8 bilan 3 qisqartiramiz. Hop, 6 bo'ladi. 6 kerak 700, 12 kerak 768. 768. Hamma rozimi? Endi bu 96 ko'paytiramiz. 768 yard. Bu nechi pul bo'ladi? Bak demek bunga ko'paydi. 73.728. 768 kere nechi 96. Ko'paytirib tur. Hop. Qani ko'paytirilgan? 73.728. Hamma shunaqami? Demak 73.720 dollar pul ketar ekan. Tushundikmi? Savollar kimda to'g'ri?